Xayrli tong. Men seni kutdim. 1 soat 27 daqiqa kutdim. Sen chiqmading. Men seni kutdim. Savollarim bor. Javob ber. Uxlamayman. Javohir, hamma savolingga javob beraman. Faqat ishga borib keling. Mayli? Hozir yomon shoshganman. Bo'pti, Javohir. Shoshma. Lekin kech qolma sen. Lekin shoshma. Men ham boraman. Sen ishlaysan, men xalaqit qilmayman. Savollarim tashlab turaman. Men ham boraman. Sen ishlamaysan-a? Yo'q. Ish yo'q. Ishi bor, ish yo'q. Ishlaganingda halol ishlarmi deyapsan? Halol sharroq, halol yaxshi, harom yomon. Haromdan qo'rqaman. Halol yaxshi. Halol. Men bilan ishlaysanmi unda? Nima ish qilaman? Xo'sh. Davron Botirnon kabobining asosiy qoidalarini unutma. Qoida. Birinchisi. Bu O'zbekistonning birinchi milliy pasport. Birinchi, unutmayman. Birinchi. Keyin. U 24 ga yetdi, o'z mijozlariga xizmat ko'rsatadi. Biz uchun halollik daromaddan ustun. Halol shirin. Yozolma. Bizda kotletli, tovuqli, mol, ot va qo'y go'shtli bor. Qo'y. Ha. O'zingga qanaqasi yoqadi? Non kabobmi? Shaharda 6 ta filiali bor. 6 ta. 6 ta bacho'ki ham bor musul solishga. Xo'sh, Javohir, ish yoqdimi? Lon kabobchi. Yaxshi. Mana endi xotirjam hamma savolingga javob beraman. Boshlaysanmi? Inson ongli mavjudot, Mavjudotlar ichida eng onglisi. eng onglisi. Nega insonlar bilan arazlashadi, xafa bo'ladi, yuz ko'rmas bo'lishadi? Nega yuz ko'rmas? Ko'p hollarda pul uchun. Pul uchun. Ularga. Nega insonlar bir-birini uradi? Nega uradi? Urush yomon nega uradi? Pul uchun. Pul. Nega insonlar bir-birini o'ldiradi? O'ldirish yomon, o'ldirish gunoh, o'ldirish yomon. Nega o'ldiradi? Nega? Afsuski pul uchun. Pul. Qayerdan topsa bo'ladi uni? Men uni qayerda o'sadi? Men uni topib kelaman. Hammasi to'xtaydi. Olib kelaman. Pulni insonlar o'zi ishlab chiqaradi. O'zi. Inson ongli mavjudotmi? Sichqon ongli mavjudotmi? Sichqon. Yo'q. Ongi yo'q. U qopqon yasaydimi? Margumush yasaydimi u? Sichqon. Yo'q. Nega? Chunki uni ongi yo'q. Ongi yo'q. Keyin unga buni nima keragi bor? Kerak emas. U buni o'ldiradi. Yo'q, kerak emas. Nega inson bombani yaratdi? U ongli mavjudotmi? Yo, onsizmi? Unga buni nima keragi bor? Nimaga u buni tushunmayapti? Nimaga? U onglimi, ongisizmi? Kim ongsiz? Kim? Sichqon, odam sichqon. Kim? Inson ongli mavjudotmi? Mavjudotlar ichida eng onglisi.